Xo'p, bugungi videoda portfolio veb-saytini yaratib ko'ramiz. Birinchi bo'lib kursor download qilish kerak, o'tkazib olish kerak. Mana shu veb-saytga kirsanglar, bemalol o'tkazib olasizlar. Kursorga kiramiz. Shu o'tkazgan ilovamizga bitta papka ochib olamiz. Birinchi bo'lib website degan joyga kiramiz. Keyin bitta chekada new chat degan joy chiqadi. New chat bosgan bo'lsanglar, bitta ochiladi. Xo'p. Agar mana shu polniy bo'shda turgan bo'lsalar, mana shuni bossalar, app agent ochiladi. Ketdik, boshlaymiz. Hozir deb salom aytamiz. Ingliz tilida yozsalar ancha yaxshi, lekin o'zbek tilida yozsalar ham tushunadi. Ingliz tili qulay bo'lgani uchun I want to build a portfolio website. Please create the website. Fascinating design and unique features. Please use minimalist design and full animations. Pay extra attention to the text section. Get Xo'p, nima o'rgatgancha turib beraman. Haydar deb salom berdi. I want to build portfolio website for me. O'zimga portfolio website yaratmoqchiman. Iltimos yaratib ber. Shuni dizaynlarni chiroyli qilib, juda aerotabiiy qilib dedim. Uncha hammaga o'xshashmas dedim. Minimalistik dizayn ishlat dedim, chiroyli ko'rinishi uchun. Keyin o'zim tasvirlab beryapman. U kimga yaratayotgan bo'lish kerak-da? Ketdi. Website chatga qaradim. O'zim full stack developerman dedim. Rostdan full stack developerman chunki o'shanga yaratadi endi. Hozir kursorda oxirgi model juda kuchli o'ylayapti. Shuning uchun bitta yaratishdan oldin birinchi bo'lib o'ziga plan tuzib oladi, to-do list. O'ziga qulay yaratadi. Bir xillarda React.js yaratadi, bir xillarda oddiy index.html, CSS orqali yaratadi. Bir xillarda TypeScript, harda Node.js. Case'ga qarabdi. Misol uchun hozir portfolio websaytga hech qanaqa katta funksiyalar kerak emas. Shuning uchun JavaScript o'zida yozaveradi. Oddiy HTML CSS strukturada. Hop, HTML ustida ishlashni boshladi. Yozyapti. Tez bo'ladi bu. Ko'p 10-15 minut kuchatasiz. Mana srazu bo'ldi. 200 qator kod yozdi o'zi bu yerda. Jotga. Yaxshi. Toza kod. Hammasi klasslar bo'yicha bo'lingan, konteyner. Значит, mobilniga ham chotki responsive bo'lgan. Stillar ustida ishlaydi. Stillarga ko'proq yozsa kerak, chunki juda ko'p yozadi hozir. Stillar zo'rqa deganman. Hop, stil sal cho'zilib ketdi. Keep all qo'yamiz. Siz juda ko'p yozyapsiz shekilli. Kutib turamiz, mayli. Stil ham yozib bo'ldi. Cho'ta kam yozgandek tuyuldi, lekin to'g'ri. Hammasini bitta liniyani o'ziga sig'dirib yuboribdi.
Keyin JavaScriptga o'tdi. Stilni juda kompaktni qilib olishdi. Mana bitta biz 10 ta qatorga yozadigan narsani bitta qilib kirgizib oldi. Yaxshi. Bu oddiy kodga kirgizsangiz ancha chiqib qolyapti. 500-600 qator. O JavaScriptdan tugadi. JavaScriptga nimalar qo'shibdi? JavaScriptga cursor vex, ya'ni vertikal animatsiyalar qo'shgan, mouse move'ga funksiyalar qo'shgan. Get element by year. Hop, yil ham qo'shganmi? Bitta bosib qo'yamiz. Readme qo'shyapti GitHubga. Keyinchalik GitHubga yuklaydigan bo'lsak. To-do list ko'rsatyapti. Bo'ldi. Hammasini qilib oldim deyapti endi. Endi ishlatib ko'rsak bo'ladi. Tayyor bo'lsa ketdiringda. Jazor bo'lmaydi, birinchisiga to'g'rilab aytib qo'yaman, to'g'rilab cho'tki qilsa bo'ladi rezultatda lekin. Qaranglar. Zo'rda bu. Misol uchun 5 minut yaratishga zo'rda bu. Mana qaranglar. About projects. Projectlarga ham zo'r qo'shibdi animatsiyalar. Comments at the age. Case study. Yaxshi. Projects about skills and animatsiyalarni zo'r qo'shibdi. Skillsga full stack design systems, data heavy interfaces, real time systems. Reform qo'shibdi. Form not found. Forms playga Luisan deb qo'yibdi. Yaxshi. Email, GitHub, LinkedIn qo'shib qo'yibdi hammasini. Yaxshi. Menga yoqdi. Hozir to'g'rilab o'ziga kerakli joylarni to'g'rilab, misol uchun bu joyi yoqmadi deb olib tashlab qo'shtirib hammasini to'g'rilasa perfect website bo'ladi. Garantiya beraman. Bu Blanis bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerakda. Bu soatlab kodli narsani tez joylab beryapti. Videolar foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni qoldiring. Yana qanaqa video kerak bo'lsa yozib qoldiringlar, qilishga harakat qilib beraman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Sun'iy intellekt va dasturlash olamidagi yangiliklar va tutoriallarga bo'lishni to'xtamaymiz. Hammaga rahmat.